Mag'lubiyatsiz qirg'iz 1 yil oldin juda og'ir sharoitlarda yashagan. U qattiq matrasda uxlagan. Bu yerda uxlayapsanmi? Ha. Bu yerda hech narsa yo'qmi? Mana, bu matras shu yerda. Uning faqat sovuq suvi bor edi. U yuklovchi bo'lib ishlagan, lekin barcha topgan pulini vataniga yuborardi. Har quyosh botishidan so'ng doim tong otadi. Shuning uchun Marsel 14 raqibni mag'lubiyatsiz yengib, tez mashhur bo'ldi. Bu safar unga shaddod qozoq duch keldi. U qirg'izning uyiga bostirib kirdi. Nuarbek esa uni shapaloqladi. Bu janjal chiqardi. Nurlanbek bor narsasi bilan qasam ichdi, buni javobsiz qoldirmasligini. Ular tez duel uyushtirdilar. U boshlanishi bilanoq tugadi. Kurashchi raqibini tezda chuqur suvga tortdi. Tizzaga qo'yilgan maxsus richak qozoqning hisobini to'xtatdi va uning befarq karyerasini ko'mdi.